Jahon taraqqiyot bankini orqali 895 million dollarlik loyiha tayyorlaganmiz. Unda ikkita yo'nalish bo'yicha modernizatsiya ishlari olib boriladi. Boshoqli donni qayta ishlab, fotoseparator asosida dorilanadi. Ikkinchisi sabzavot ekinlarini, urug'larini dastgoh qo'yiladi. Fotoseparatordan o'tkazilgan urug'lar donador, ekkanda bexato chiqadigan urug'lar bo'ladi. Bu fermer xo'jayinlarimizga ham bu uncha qiyinchilik tug'dirmaydi, yaxshi hosil beradi. Agar fotoseparatorni o'tkazgan bo'lsak, 70-80 sentdan oladiganlar 100 sentgacha hali olaveradi. Bag'dod Mercedes MCJ urug'chilik yo'nalishimiz bug'doyda qayta dorilaymiz. Hozirgi kunda bizda dorilab tindirib qo'ygan 1500 tonna urug'lik bug'doyimiz bor, omborda saqlanyapti, dorilab qo'yilgan, tayyor. Bu yilgi rejamiz 2800 tonna, yana qo'shimcha bug'doy olib tindirib dorilaymiz. O'zimiz elevatorlar bor, elaklar asosida uni elaklab, satirovka qilgandan keyin kimyoviy usul bo'yicha kimyoviy dorilanadi. Kunlik 120 tonna bug'doyda qayta ishlaymiz. Biz 2025-yilda 83,1 gektar umumiy maydonimiz bo'lib, shundan 36 gektar bug'doy, 40 gektar paxta, 8 gektar boshqa sabzavot ekinlari mavjud. Bu bug'doyimiz super elita avlodi bo'lib, bundan biz elita, kelgusida elita avlod olamiz. Hozir suv qo'yish arafasidamiz hozir. Endi bu hozir bizda mana shu navimiz asr navi. Asr super elita. Xudo xolasa biz kelajakda 70-80 sentdan olishga harakat qilamiz. Biz bu yil 2025-yilda xo'jaligimizga 40 gektar maydonga mahalliy g'o'zaning 67-75 navini ekishni rejalashtirib ekilgan. Mana hozir sizlar ko'rib turgan maydonlarning 5 kun oldin ekilgan. Mana unib chiqishni boshladi. 67-75 g'o'za navi juda yaxshi nav, hosildorligi ham yaxshi. 60 sxemada ekilgan, ko'rib turganlaringizdek 45 gacha hosildorlik olsa bo'laveradi. Elita urug'chilik xo'jaligida qutchalarga mo'minlarning oila bo'yicha teriladi. O'sha oila bo'yicha bu jin apparatimiz chiqarilib, qopchalar o'zining maxsus oila soni bo'yicha ekiladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana oila soni qatori mana shunaqa ekiladi. Bizda tuksiz ekilmaydi, tukli ekiladi.